Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun ko'rsatadigan mashinamiz 2025-yil 1 tonna 200 lik Oldirisor Bongo, Kia Bongo'larning ichida eng katta akasidan bitta ko'rsatamiz. Bir obunachimiz so'rashganda mexanika korobka bo'lsin, iloji bo'lsa orqasiga 10 turli diska taqib tayyor qilib qo'yilgan bo'lsin, olayin shunchaki minayin. Men ko'proq yuk bosaman, 4 tonna, 5 tonna yuklayman degandilar. Bu yoqqa keling, mashinani ko'rsatamiz. Ko'p ko'rsataman. Oldi baloni katta bo'ladi, oldi baloni razmeri 16 lik, 16,5 lik bo'ladi. Xo'p. Oldirisor bo'ladi. Birkasini ham ko'rsating. 25 ga 25-yil birka mashinamiz. Holatlari haqiqatan a'lo darajada deb ayta olamiz. Bortini ichini qarang. Bortini ichlari ham top-toza, yuk bosib yuklanmagan. Hali unaqa ezilgan mashina emas. Taglarini qarang, tozaligini. Mashinani ramasi 1 tonnaliga qaraganda boshqacharoq bo'ladi, xuddi bir o'qsimon shaklda bo'ladi. Shuning uchun ham ancha baquvvat mashina. Holatlari a'lo darajada. Keling orqasiga. Mana bu 14 lik diska bo'ladi. 14 lik diska qo'yib tayyor qilib qo'ygan ekan. 13 lik ozgina kichkinalik qiladi deyshadi. Ko'proq yuk bosishar ekan. Michelin qimmat balondan taqqan ekan. Orqasida 93,4 litrlik propan baloni bo'ladi. Holatlari yaxshi. Mexanika korobka. Bortini uzunligiga keladigan bo'lsak, mashinamizning bortini uzunligi 320 ga 1,64 bo'ladi. Hammasi bir xil standartda chiqadi. Agar buni spalnisi bo'lmasa, bortini uzunligi 3,40 bo'lib chiqadi. Xo'p, endi bu mashinani ichki qismiga keladigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Mashinamizda hammasida ham bo'lavermaydi. Cruise control bor ekan mashinada. Cruise control nima deb so'rashadi. Cruise control mashinani boshqarib ketayotganingizda 70 tezlikda ketishni xohlaysizmi? 70 ga qo'yib turib, buni bosiz, pedalni qo'yib yorib, rolni shunchaki rolni o'zini ushlab ketaverasiz. Faqat shu 70 tezlikdan oshib ketmaydi. Cruise nima deb so'rashadi. Rollari ham qarang. Agar ko'p xizmat qilgan mashina bo'lganda rollar yaltillab ketgan bo'lardi. Top-toza holatda turibdi. Yurgan kilometri 9529 kilometr. Boring yana 10,000 deb hisoblang. Euro 6 mexanika, zadniy bilan 7 ta bo'ladi. 6 talik korobka. Sidinasi sovishini orqadan hozir yoqib qo'ydik. Sidina soviydi, qiziydi, roli qiziydi, bakoylari qiziydi, qaytariladi, konditsioner, abduf, abagir hamma funksiyalari palasi o'qiydi. Yana nimasini aytaman, video registrator bor ekan mashinada. Salon holatlari nihoyatda toza. Endi 25-yil mashina, unaqa ko'p xizmat qilmagan ekan. Juda chiroyli minigan ekan. Menga egasi ham. Avtomat ko'rsatsam, yoqmadi. Avtomat ham yukka yaxshi o'zi asli. Biz mexanika minib o'rganganmiz. Avtomat yukka yaxshi deb o'ylamaymiz deb, faqat mexanika so'rashdi. Bundan keyin bitta avtomat korobka bor, uni ham ko'rsataman. Xo'p, endi mashinamizning motor qismini ochib ko'rsataman. Bu mashina 159 ta ot kuchiga ega, 2,5 ob'yom I+ turbo kompressor bilan jihozlanib chiqayapti 2024-yildan boshlab. Tortishga lekin gap yo'q. Tagingizdan chiqib ketaman deydi. Shunday bossangiz sidinaga yopishtiradi sizni. Xuddi sport kar minayotgandek bo'lasiz. Motor qismini ochib ko'rsataman. Motorlari ham soatda ishlab turibdi. Yangi mashinaligi bilinadi. Qarang, taglarining tozaligini. Top-toza mashina. Shu zavoddan bergan hamma narsalar bor. Keyin bu mashina 3 kishilik bo'ladi. Dokumentida ham 3 kishilik bo'lib chiqadi. Mana bu joyda alohida xavfsizlik kameralari bor. Agar buni tushirsak, bar bo'ladi. Hozir tushirib ko'rsataman. Ko'pchilik ko'rishgan. Ko'rmaganlar uchun mana bar, stakan qo'yishimiz uchun, bar narsalarimizni qo'yib qo'yishimiz uchun joylari mavjud mashinada. Ko'pchilik bolalar, ba'zi bir blogerlarni ko'rdim. Kia Bongo yoki Hyundai Porter'da qotili chiqdi deb Xitoyda mashinalarni maqtab chiqayapti. Adnarazvik deb o'ylasanglar bo'laveradi. Minib ko'rganlar bu bilan solishtirish xatoligini juda ham yaxshi bilishadi. Oddiy odamlar, hali minib ko'rmaganlar ishonib ketishi mumkin, lekin bu mashinani minib ko'rgan odamlar hech ham buni yaqiniga ham yo'latmaydi. Yoniga qo'yish tugul bir-biri bilan solishtirmaydi ham. Xo'p, endi bu mashina narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonga dastavkasi bilan birga mashinani 21 ming bilan yetkazib beramiz. Yo'l kirasi ichida
Rastamoshga bojxona to'lovi chiqadi bunga. Shuni ham birga qo'shib aytay. Tushunmovchiliklar bo'layotgan ekan. Rastamoshga to'lovi hozirgi kunda 13.500 dollar atrofida chiqayapti. Lekin mashina puliga arzimaydi, puliga fura beradi, Isuzu beradi, u beradi, bu beradi deyotganlar juda ko'p bo'lyapti kommentariyada. Buni ham o'zining yo'nalishi bor. Masalan, bunga 4 tonna, 5 tonna yuk yuklagan holatda kichkina joylarga, bozorlarga bemalol kira olasiz. Shahar ichida bemalol yuraveradi. Euro 6 talabga, standartga javob beradi, muammo qilmaydi. Joyingizga, masalan, savdogarlar ukalarimiz joyingizga olib borib tushirib ham beradigan funksiyalar bor. Liftlilar bor buni. Buni puliga to'g'ri fura berishi ham mumkin, lekin buni qiladigan ishi fura bilan boshqa. Fura kichkina joyga, bozorlar ichiga olib kirib, do'konlar oldiga tushirib bera olmaydi, olib kelib bera olmaydi. Kichkina yo'laklarga. Endi aytadigan bo'lsak, plyus taraflar juda ham ko'p, minus tarafini ham ayting deganlar uchun, xo'p, ozgincha jo'stkiligi bo'ladi mashinada. Sababi oldida risor bo'lgani uchun, jicha jo'stkiligi bo'ladi-yu, lekin bunga yuk bossangiz, kamida 2 tonnadan oshiq yuk bossangiz, yengil mashinadan ko'ra yumshoq yuradi. Xo'p. Mana shu mashina ekan, akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqsanglar, inshaalloh buni ham chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz va bizda boshqa mashinalar ham bor. Qanaqa mashina desanglar, chiqarib beraveramiz. Yengil mashina, yuk mashina, qaysi biridan tanlasanglar, chiqarib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda mana borti uzun 370 lik Hyundai Portergacha ham bor. Karislar o'ziga moslab chiqarib olaveradi mashinani. Qarang, balondan qancha chiqib turibdi. Yengil vazndagi ko'p hajmli yuklar uchun, masalan, tapichka, po'kak, shunga o'xshagan narsalar tashiydigan ukalarimiz bitta tent qadashib bossanglar bo'laveradi. Porter bu. Bulari Kia Bongo bo'ladi.